Jigarlar, sizlar bilan Fromen PUBG. Короче, do'stlar, bugun Wildroop'da tekinga kod ochamiz, ya'ni promokod bilan va bizga nima beradi ko'ramiz. Biz, короче, tekinga kes ochib, tekinga promokod bilan Wildroop ochib, qancha yuk chiqaramiz va nima opingiz qilamiz. Buni ko'rish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Demak, biz kiramiz Telegramga. Do'stlar, обязательно meni Telegramga obuna bo'lib qo'ysanglar, men bu Telegram kanalda har kuni har xil promokodlar, katta ishlarga tashlab boraman va bu yerda Xudo xohlasa Telegramda 200 ta bo'lsak, mana shu kostyum akkauntimni berib yuboraman, rozgrish qilib yuboraman bitta obunachiga aniqlab. Ketidan 33 dan 2 ta yana obunachiga berib yuboraman. Uning uchun nima qilamiz? Do'stlar, mana bu yerda Telegram kanalni silkasi Fromen PUBG PUBG 1 deb yozasizlar pochka va kirganinglarda men bu yerga qadab qo'yganman. O'sha qadalgan narsani botga kirasizlar. Shu silka bilan kirasizlar va пригласить qilasizlar. Bu пригласитni, bu havolani yuklashni qilib, bironta do'stinglarga masalan mana yuborib qo'yasizlar. Yuborganinglardan keyin ular sizlarga shu anavilaring bilan kirsa, пригласить qilganlaring bilan mana shunaqa referral подписался на канале, вам зачислится 1+ приглашение deydi va bu yerdan biz открыть ящик'ga qilamiz. Va bu yerdan nima qilamiz? Bitta hozir davay ketdi, qaysi birini? Mana eng oxirdan burchakdan bitta tepasi davay ketdi. Mana do'stlar, mana promokod bu yerda va bu promokodni olamiz, Wildroop'ga kirib olamiz. Buning uchun menyuga o'tamiz va promokod degan joyga yozamiz. Promokodga mana bu nechtaligi? Бесплатно, давай. Короче, standoffga o'tib olamiz. Endi standoff qilamiz. Bu promokodlar doim standoffga beradi. Telegram kanal o'tib olsanglar, shunaqa sizlar ham tekinga aylantirish uchun promokodlar olasizlar, jigarlar. Uning uchun nima qilish kerak? Meni Telegram kanalimga obuna bo'l, shartlarni bajarib, promokodlar bemalol olsanglar bo'ladi. Qani bo'lmasam yashikni topib olamiz. Qani u endi bunda 50 ga 50 do'stlar. Bunda har kuni beradi degani emas. Bir kun qoqadi, bir kun beradi. Tushunyapsizlarmi? Qani bu nechtaligi promokod berdi? Menimcha past promokod berdi. Yo'q, bu omadiga qarabda. Qani promokod qani? O'tib ketdik-ku. O'tib ketibmiz. Promokodimiz o'tib ketibmiz. Qayerdadir qolib ketdi yo'lda. Yo'q degan promokod keysga promokod edi. Bu nechtaligi edi endi? Qani u? Promokod qanisan? Bizani promokod qani? Mana. Ya и Yobr. Ya и мой bro ekan. Yobr deb yuboribman. Bolalar, qaranglar. Bu yerda mamnun qaranglar. Bitta mana shu mifik tushsa ham boru, pichoq boru tushsa boru, nima bo'ladi bilasizlarmi? Bo'lmasam, qani biz 0 taga ochamiz, nima beradi? Qani bismillahir-rohmanir-rohim. Yo tugaydi, yo davom etadi. Davay, mana bizni itarib yubordi. Bizga hech nima bergani yo'q. Bu 11.67. Buni sotamiz va boshqa keyslarga o'tib olamiz. Agar boshqa keyslardan bersa zo'r bo'lar edi. 4 tali ochib olamiz birinchi. 4 tali. Mana shu mifik narsani ber iltimos. 4 talidan yediradigan o'xshayapti. Mana bizga yedirdi.
Bu 0.60mi? 1.46 ekan. Kerak emas bu bizga. Va bu yerdan nima ochamiz? Biz PUBG ga o'tib olaylik. Qaranglar do'stlar, PUBG ga o'tib olaylik. PUBG ga o'tib olamiz. Bitta update qilib yuboramiz sayt yaxshi ishlashi uchun va PUBG ga kiramiz. Do'stlar, yishni olmasam ham, chunki men bu yerda ko'rishinglar mumkin hozir. Yo'q, bunday emas ekan. Normal yishni o'zimga chiqarib olganman, chunki akkauntni kuchaytirish uchun. Bu yerda maza qilib, bu po kayf o'ynash kerak. Chunki tekin shunaqa sizlar ham mendek tekin promokod olsanglar, maza qilib o'ynaysizlar. Davay, qani bitta normali berib yuborsa boru, berib yuboradi bu ham atak. Davay, ketdi hamsterdan. Hamster o'zini bosib ol jigar. Yo'q, faqat bunday qilmadi hamster, bunday yomon ishlar qilmadi hamster. Yo'q, yaxshi ish qilibdi bu hamster. 10 taga sotaverar ekanmiz. Yana bitta ochib yuboraylikmi? Day, ketdi. Day, hamster, ishonaman senga hamster, ishonaman hamster, nima qilib tashlading hamster? 2. Mana hamster akamiz ham bizga davay deb bordi. Upgrade. Yo'q, upgrade qilmaymiz. Sapyor o'ynaymiz. Bu yerga tikkamiz bitta. Qaranglar endi. Bu sapyorni uxlatmoqchiman. Yo'q, sapyor meni uxlatar ekan. Bilmadim, video tez tugaydigan o'xshayapti. Va 2 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 382 ko'rdinglar? 5 ta bo'lib qoldimi? Zo'r. Davay, ketdik. Yo'q. Ya'ni bomba. Yana 3 ta qolib ketdi bizada. Nega to'lka menga minus? Nega to'lka menga minus? Nega? Nega aytinglar menga? Mana biz meni tikkasiga yedirib yubordi. Ishoninglar bolalar, meni yedirib yubordi-yu. Men bundan bunaqa narsani kutmagandim lekin. Mana bizani promokodlarimiz tugadi. Bulpazimiz nechi bo'ldi? Bulpazi 1 va Tutsami Fromen videoni tugatishga to'g'ri keladi. Do'stlar, mazza qilib shunaqa tekin promokodlar olib o'ynashinglar uchun men tavsiya qilgan o'zim Telegram kanalimga o'tib olasizlar. Mana silkasini yana bir marta ko'rsataman. Fromen PUBG 1. Do'stlar, 200 ta bo'lsak Telegram kanalda shuni bitta omadli obunachimga randomizer bilan aniqlab bitta obunachimga berib yuboraman. Ketidan ikkita 33 ham o'ynab yuboramiz xohlasanglar. Uning uchun nima qilish kerak? Kanalga o'tib 200 ta подписчикga olsak, sразу ketadi. Bildirib promokod beradigan saytni, Telegram kanal, Telegramini qadab qo'yganman. Bemalol kirib, o'tib, do'stlaringni proglastik qilib, bemalol olsanglar bo'ladi. Sizlar bilan Tutsami Fromen, xayr salomat bo'linglar.